Men to'g'ri emasman, lekin taxminim aldamayotgan bo'lsa, yog' solmasdan pastadan tortib pizzagacha pishirsangiz bo'ladi. Bunaqa narsani ko'rmasangiz afsuslanasiz. Chunki bozorda buni puliga oddiy qozon olasiz. Obzorda bugun professionalniy zumba, narxi rostigasin bomba. Aynan shuni eng yaqin konkurenti bo'lgan, opsiyasi ancha pastroq bo'lgan 5 litrli multivarkani 1.700.000 so'm sochayotgan ekan. Taxmin ko'ringlarchi, men buni narxini sizlarga necha pulga arzon qo'ya olaman? Professionalniy multivarka zumba 5 litrligi 16 xil programmali ishlab beradi, polностью sensorda boshqariladi. Даже ko'rinishi ham shunaqa bomba, qora xromirin detallar, touch control bilan jihozlangan, chiroyli ko'rinishga keltirilgan. Komplektida friturnitsa, yogurtnitsa, paravarka, risavarkasigacha chiqadi. Qozoni ham keramichskiy, juda ham tez pishirib beradi, osongina tozalab olsangiz bo'ladi. 16 xil asosiy programmadan tashqari 20 xil qo'shimcha funksiyasi bor, xohlaganingizni ishlatsangiz bo'ladi. Soni ko'p emas, chegaralangan. Telegram kanalida sotuvchini qoldiraman. Telegramga o'tib hushyor tursanglar, bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Boshqa joylarda 1.700.000 gacha sotilayotgan shunaqa multivarkalarni faqat va faqat Telegram va Instagram kanali obunachilari uchun bor yo'g'i $33 qilib beriladi.